Bu darsimizda hozirgi paytda ommalashgan Google Doc, ya'ni Google hujjatlari bilan elektron tarzda ishlab ko'ramiz. PDF dokument qilamiz. Biz oldin kirib qo'yganimiz uchun biz promoga kirib ketyapmiz hozir. Bu Google dokumentimiz. Qaranglar. Ushbu tugmaga bossak, Google dokument, ya'ni hujjatimiz, jadvallarimiz, keyin taqdimotlarimiz, formalarimiz bor. Biz hozir Google dokumentga kirib Google dokument sajt qilamiz. Ya'ni Word hujjatimizni sajt qildik mana. Bunga biron bir ma'lumot yozamiz. Biz yozdik mana, bu o'zi avtomatik saqlanib bo'ldi. Xuddi shunday qilib boshqa hujjatlarni ham ochib bemalol ishlasak bo'ladi. Nastroyka dasturga kiramiz. Saqlanib qilamiz va kopyovat silka qilamiz. Buni birontaga biz jo'natsak, u ham xuddi shundan foydalanib ko'rishi mumkin. Xuddi shunday qilib sizlar taqdimot yaratsalar bo'ladi yoki forma yaratsalar bo'ladi yoki bo'lmasa Excel variantdagi hujjatlarni ham bemalol onlayn yaratsalar bo'ladi.